Assalomu alaykum aziz do'stlar. Navbatdagi Varikoz va haqiqat podkastida sizlarni ko'rishdan juda xursandman va bugungi mehmonimiz xalq tabobati tibbiyoti bo'yicha ko'zga ko'ringan mutaxassis Zuhriddin aka Umarovni studiyamizga taklif qilganmiz. O'ylaymizki, bugungi suhbatimiz sizga juda foydali maslahatlarni olib keladi. Zuhriddin aka, xush kelibsiz. Rahmat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Avvalambor assalomu alaykum. Ko'rib turgan aziz mehmonlar, mana bugun biz shu yerga tashrif buyurgan ekamiz, mana varikoz haqida gapirishga to'g'ri keladi. Mana varikoz kasalliklari asosan kimlarda bo'ladi, qanaqa bu kasallik, qanaqa qatdan kelib chiqadi degan savollar bo'lishi mumkin birinchi. Varikoz kasalligi asosan bu kasb kasalligi desak ham bo'ladi. Asosan sartaroshlarda, oshpazlarda, undan tikadi turib ishlaydigan nimalarda odamlarda ko'proq uchraydi. Keyin homilador ayollarda o'sha nima kelgan. Ana bizga o'xshagan tolisliroq odamlarda ham ko'proq uchrashi mumkin. Endi esa Mehriddin aka, asosiy savollarimizga o'tsak, ruxsat bersangiz, o'zingiz haqingizda ozgina tushuntirib ketsangiz tomoshabinlarimizga va shu xalq tabobatiga qanday kelib qolgansiz, tarixini qisqacha aytib bersangiz. Xalq tabobatiga men kelishimga sabab, mana misol uchun 1996-yilda o'ylanib birinchi farzandli bo'lganmiz. Birinchi farzandli bo'lganimizda farzandlarimiz ancha banisada yotibdi. Salmonelloz kasali bilan tug'ildi o'g'limiz. Shu salmonelloz kasali bilan tug'ilganligi hisobida ichi ko'p ketadigan bo'ldi buni. 5 kun banisada bo'lsa, 10 kun uyda, 10 kun uyda bo'lsa yana 5 kun banisada. Xulaski 1,5 yoshgacha yo bizada bir shunaqa bizaga Alloh shu ilmni yuqtirish natijasida bo'ldimi yo bilmadim, yaxshi mutaxassislarga olib borganimiz bilan o'g'il qaytalaverdi. Oxiri shunaqa ish bo'ldiki, o'sha amakimiz doktor edi. Rashunaga shu uyda o'tirsam borib qoldi, aytdiki, "Nima qilib o'tiribsan?" O'g'il kelin nevarani ko'tarib oldi, o'tib ketayotgan edi, ko'rib qoldi-ya. Buning suvi qurib qolibdi-ku badanida. İçki ketyaptimizda 1-2 hafta baqa shunaqa mazasi yo'q, 1-2 oydan baqadi dedik. Shoshmadi deb banisiga olib borib bitta osmikol quydirib keldik. Aradan yana 5-10 kunlar o'tdi. Ko'chada ko'rib qoldik, gaplashdik. Nima bo'ldi? Tuzalmoqda bala, shunday kenayimiz ham shu yerda yaxshi doktor bizga aytdiki, "Bunaqa bo'layotgan bo'lsa bir cheredi degan o'simlik bor, shundan bir ichirib ko'ringchi" dedi. Men bordim, aptekadan borib shu payt arzimagan pul turadi, cheredi o'simligini olib, shu o'g'limizga damlab ichirib ko'rdim. Yaxshi bo'lib ketdi. Shu cheredi o'simligini ichib ko'rgandan keyin bu biza banisiga borib 4 ta osmikol olardik. Shunda bala o'ziga kelardi. Ham qusardi, ham ichib ketardi. Shu cheredi o'simligidan biza damlab ichirganimizdan keyin bitta ichirganning o'zida balani badanida qurib qolgan suvlar o'z o'rnini to'pladi. Men shunga hayron qoldim. O'zim aytdimki, men shuncha yildan maqil cho'fatdim, yugurvatdim. Mayli gap ketgan narsalar emas. Birozda qancha rasxot qildi, cho'fatdi, yurvatdi, lekin shuncha kolonni bitta shu o'simlik bosa olarmikin degan menda xayol, fikr uyg'ondi-da. Shoshmadimda keyin balaga shu o'simlikni bermadik. O'yda 10 kun yotdi bala yana. 10 kun yotdi, qusadi, ichib ketdi, qusdi, ichib ketdi, lekin bermadik. Oldingi safarda qusib ichib ketganda bizari boshini yuragim ushab turardimki, qatga qaysi banisiga olib borsam ekan degan xayol bo'lardi menda. Menda yuragimda bir inson gapiradigan bo'ldi. Shoshma, sen o'ting turibdi, ichirsang yaxshi bo'ladi. Deyapti-da, men qo'rqmadim shu narsadan. Bala qusyapti, ichib ketyapti, bala kundan kun shalpayapti. Kallasini ko'tarib qo'ysangiz yiqilib tushadigan bo'ladi. Keyin haliga cheredidan damladim, 10-chi kun damladim. Xotinim yig'ladi ham. Balani o'ldirib qo'ymoqchimisiz deb. Men aytdim, "Ya shoshmagin, bunaqa bo'lmaydi. Men buni ichirib ko'ramiz. Meni ko'nglim bu narsani aytibdi." Cheredidan damladimda, haliga kichkina sut beradigan ishchasida haliga o'g'ilchaga ichirdim. O'g'ilchaga ichirdim, 100 grammini ichirgan bo'lsam, shu ichirayotgan davrimda meni birov chaqirib qoldi ko'chaga. Ko'chaga chiqib aylanib kelgunimcha haliga shalpayib yotgan bola qiqillab kulyapti, o'ynab. Qarang, 10 minut ichib bo'lgan ishchi. Demak, bu narsani mana shu yo'lga tushishingizni, haqiqatan ham xalq tabobati sizni yo'lingiz ekanligini
o'g'lingizni kasalligida bilgan. Birinchi marta 96-yilda. 96-yilda shunaqa bo'ldi. Bildik, qarasak shu yaxshi bo'ldi. Shundan keyin mana Xudoga shukr hozir 4 ta farzandim bor, 7 ta nevaram bor. Hammasini qo'ldan kelgan sekin-sekin tabobatni o'rgandik. Tabobat kitoblarini sotib oldik, tabobatga kirdik. Mana 2010-yilda Yunusobodda mana Mahamajon aka Hamrayev tabobatni ochgan birinchi. Shularga kelib a'zo bo'ldik, shular qo'lda ancha ustozlar ko'rdik, nima qildik. O'qidik, yo o'z boshimchalik emas. Biz shu yerda farmakognoziya degan fanlardan dars oldik, nimalardan dars oldik, o't giyohlari o'rgatdi, nima qildi. Mana sekin o'rganib borib, mana har holda hozir qo'ldan kelgancha odamlarga yordamimiz tegib turibdi, mayli. Zo'r. Zuhriddin aka, o'sha amaliyotlaringizdagi qaysi xalq davolash usuli eng samarali deb bilasiz? Bugungi kunda. Bugungi kunda misol uchun tabobatda misol uchun olib qarasak, hozir xirurgический kasallar bor, terapevtik kasallar bor. Men shunday deb o'ylardimki, hozirgi kunda o'sha terapevtik kasallar hammasini menga qolsa tabobat yo'li bilan davolagan yaxshi. Xirurgический kasallarga tabobatimizni kuch yetmaydi. Singan, chiqqanni uni joy-joyiga qo'yish kerak. Shunga mutaxassislar bor, lekin ma'lum bir joydagi narsalarni tikish kerak, olib tashlash kerak, kesish kerak. Bizga uni bizlarimiz bu jarrohlar ishi, misol uchun. Endi haq tabobatdagi boyanaqa aytib qolganingizday ichida yara oshqozonida yara bor, 12 barmoqli 3 oyda yara bor yoki oshqozon osti bezi shamallab ketgan, oyog'ida misol uchun osteoporoz deydi, suyak yemirilish deydi, boshqa kasalliklar, xala bo'lib qopti, tus kelibdi, bunaqa boyagi terapevtik kasallarni hammasini tabobat yo'li bilan davolagan ma'qul. Negaki tabobatimizda hozir 88 xil, 90 xil narsalar borda, giyohlari tarkibini o'rgansak. Endi hozir tomoshabinlar shunga savol beradi, tomoshabinlar juda biladi bu narsani. O'sha ishlatayotgan amaliyotlarning qaysi birini siz bugungi kunda eng samarali deb bilasiz? Eng samaraligi desak, endi o'zingiz fikringizcha. Yo'q, qaysi anaqa bo'yicha, qaysi soha bo'yicha emas, qaysi kasal bo'yicha. Butun badanga qilish kerak bo'lsa, butun badanni mana misol uchun men o'zimga kelgan birinchi kasallari, men birinchi savdo safro balg'amdan tiqilma paydo bo'ladi deymiz biz. O'sha yer, osmon, suv, havo 4 ta unsur. Nima unsur shulardan biza birinchi kelgan insonlarga o'sha savdo safro balg'amidan tiqilma paydo bo'ladi. Biza tiqilmani tozalash paydo bo'lamiz birinchi. Organizm, ochistka organizmni tozalaymiz. Kerak bo'lsa qustiradigan narsa beramiz, ichini keltiradigan narsa beramiz. O'sha giyohlar bilan ichini tozalaymiz. Ana undan keyin kasalliklar o'zi sekin-sekin nima bo'laveradi. Ana unda desangiz Xudoyim o'zi Alloh taolo shunaqa yaratganki, ey bandalarim, yenglar, ichinglar va sizlar uchun tabodat va nabodat olamini men yer yuziga chochib qo'ydim. Bundan yenglar, ichinglar uval qilmanglar degan. Endi biz shularni hamma qidirsak, ming bir kasal bor. Bitta o'limga shifo yo'q. Qolganini qidirishimiz kerak. Ana shuni qidirsak, biz kasallarni sekin, hammasini sekin-sekin kimdandir shifo topamiz. Misol uchun borib professordan shifo topmasa, oddiy bir tabibdan shifo topishi mumkin. Oddiy bir tabibdan shifo topmagan odam professor doktordan shifo topishi mumkin. Uni shifosini Alloh berib qo'yibdi kimdir qo'liga. Men bu yerda hech kim bir narsa demayman. Hammasini o'zini ishi, hozirgi zamonda hammasini o'zini ishi kerak. 5 qo'l barobar emas hozir. O'zi xalq tabobatini qo'llaydigan odamlarga salomatligini tiklash uchun uy sharoitida nima umumiy maslahat bera olasiz? Uy sharoitida hozir xalq tabobatini nima qilish uchun hozir uy sharoitida hozirgi kunimizda mana misol uchun erta bahor keldi. Mana erta bahorda hozir insonlar ko'proq tinkasi qurigan. Misol uchun mana yerlar ko'karat, odamlarda immunitetlar tushib ketgan. Immunitetlari tushib ketgan odamlar hozir ertaman vaqtli turib, ozgina fizkultura bilan shug'ullanish kerak. Birinchi ochitda bu turadi, birinchi o'rtda. Agar organizm kechqurun uxlagan bo'lsa, qonlar aylanmaydi. Qonlar yaxshi aylangandan keyin o'zi turib badan tarbiya qil. Badan tarbiyadan keyin o'sha o'zimizni nima mana o'riqoqlarimiz bor. Turshaqoq o'riqoqlarimiz deymiz. Namataylardan bor. Namataylarimizda asilitoviy kislota degan narsalar bo'ladi tarkibida. Ana shular esa qonlarni yaxshi aylantirish kerak. Qon aylanishini yaxshi yo'lga qo'yishimiz kerak. Eng birinchi ochetda. Qon aylanishi yaxshi bo'lsa kasal bo'lish qiyin. Inson qon aylanib turdi degan so'z bu kasal yo'q degan so'z. Keyin oshqozon osti beziga ehtiyot bo'lish kerak. Muzday suvi hech qachon ichish kerak emas. Hozir kasallari ko'pi, ayniqsa kasal ko'p bo'lgan sababi birinchi ochetda
muzday narsalar ichyapti, muzday narsa ichyapti hamma. Muzday, sovuq narsa ichyapti, muzday. U oshqozon osti beziga tushgandan keyin oshqozon osti bezi ishlamaydi. Xuddi bir qizib turgan qozonga suv sepganday gap. Oshqozon osti bezi deydi, men kitobda o'qiyman 300 xil o'zidan shira chiqaradi deydi. 300 xil. Shundan bittasi chiqmasa, bir donasi chiqmay qolsa, 299 tasi chiqib turadi, nima qilib qolib, odam sahr kasali bo'larmish ana. Shuning uchun o'shani ehtiyot qilish kerak. Muzday narsa ichish kerak emas. Muzday narsani bilmay turib ichib qo'ydingiz, hisob mayli, mana tellab turdi, shamollab keldingiz, mana muzday narsani ichib qo'ydingiz. Muzday narsani ichgandan keyin ketidan обязательно o'sha murchmi yoki qizil garmdorini yeyish kerak. Oshqozonda yara bo'lmasa, oshqozonda yara bo'lsa qizil garmdori murch mumkin emas. Yoki unga nastoyka ichish kerak, har xil nastoykalar, qizdiruvchi narsalar yeyish kerak. Ana hozirgi kunimizda ko'proq shu narsalarga e'tibor bersa yaxshi bo'ladi. Rahmat. Mana keyingi tushgan savolimizga siz nisbatan уже javob berib keldingiz. Mana savol beribdi, qaysi holatlarda aynan xalq tabibiga uchrash kerak, qaysi holatlarda esa an'anaviy shifokorga uchrash kerak. U o'zi sizni bizning tilda aytganda klassifikatsiyangiz bor ekan, xirurgik yoki terapevtik kasallik. O'shani bir premyer qilib o'tsangiz, qachon tabibga uchrash kerak, qachon sizni fikringizcha aynan an'anaviy shifokorga uchrash kerak? Endi mening fikrimcha bo'lganda hozir misol uchun birinchi yordamni baribir inson xohlaydimi, xohlamaydimi, birinchi yordamni inson o'zi uyda bo'lsa, uyda o'zi ko'rsatish kerak, qo'ldan kelgancha. Mana misol uchun balaning issig'i chiqyapti, temperaturasi ko'tarilyapti, go'dayladi hozir. Go'dayda ichi ketib, suvsizlarni mana shunaqa holatlar bo'ladi. Unga iloji bo'lsa, o'sha qaynagan suvlarni ko'proq berish kerak, jiyda qoqlarni suvini berish kerak, ichirib turish kerak, meditsinaga murojaat qilish kerak-da, to mediklar, qaragi, vrachlar kelib, to tez yordam kelguncha uni yolg'izlatib qo'yish kerak emas. Isib ketyapti, dunyoning battar qattiq issiq o'yiga tarqatib qo'yish kerak emas. Badanlarini yechib sal badanlariga ozgina suv namlam xatarlar nam lattalar bilan badanlarini qo'llab nima qilib turish kerak. Endi birinchi holat ekstremniy holatda birinchi meditsinamizga hozir murojaat qilgan yaxshi. Issig'i tushirib, sal o'zining joyiga kelgandan keyin, bitta ikkita nimasini olib bo'lgandan keyin tabobat yo'li bilan davolagani yaxshi. Demak, o'tkir holatda, surunkali holatda xronskiy deganda mana xronskiy gepatit, xronskiy xolestetit, xronskiy gastrit, xronskiy plenefrit degan kasallar bu tuzalmas uzoq vaqt cho'ziladigan kasallar. Buni arteroz mana ana bu kasallar kelsa, bu kasallarni kelsa keyin haligi murojaat bo'lgandan keyin bizga kelsa tabobat yo'li bilan davolasa-keyin bo'ladi bular. Sekin-sekin qizdiruvchi narsalar berib boriladi sekin-sekin. Har tabobatida narsalar uzoq vaqt davom etish kerak mana. Ayniqsa mana buyrak kasalliklarida diuretik narsalarni tarkibida simob bo'lgani uchun ko'p qo'llash mumkin emas. Buyrak kasalliklarida bizlar mana o'simliklardan bo'lgan dori-darmon o'simliklarimizda har tabobatdagi o'simliklarni uzoq vaqt qo'llash mumkin. Ularda simob boshqa narsalar yo'q. Uni bezarar, tabiiy. Ko'p qo'llash mumkin. Zo'r javob berdingiz. Keyingi savolimizga o'tadigan bo'lsak, juda ko'p bizga ham tushadi ijtimoiy tarmoqlarga bu savol. Zuluk va yashil pomidor haqiqatan ham varikozni davolaydi deb o'ylaysizmi? To'g'ri. Zuluk bilan yashil pomidori deydi. Yashil pomidorimiz, men o'zim ular ko'p tajriba o'tkazganman. O'zimda ham bo'lgan. Men hozir shu turishimda 200 kilo vesga yaqinman. Menga odamlar ko'radi, "Sizga o'zingni davolamaysan" deydi. Endi men aytaman, odamlarga aytaman, bodring urug'idan bodring chiqadi, tarvuz urug'idan tarvuz chiqadi. Men o'sha tarvuz urug'iman, tarvuz dumaloq zaroti bo'larimiz 200 kilolik odam bo'lgan. Men qiynalmayman, lekin o'sha bundan bir 8 yil, 9 yil oldin men oyoqlarimda ham varikoz bo'lgan, boshqa bo'lgan. O'sha taqdir taqozosi bilan tipati turib ishlaganmiz, boshqa qilganmiz. Shu paytlarda men o'zim olib kelib, o'sha birinchidan qonni suyultirganmiz. Mana har xil shundan bitta kichkinasini aytib o'tib ketaman. Mana kashtan daraxtimizni gullaridan nasoyka tayyorlaymiz, spirtga qilib. Ana shuni har kuni 25 tomchi, 30 tomchidan 3 mahal ichib yurib, qonni suyultirib bo'lib, qon suyulgandan keyin oyog'imizdan hijoma qilib
qonab tashlaganmiz. Vaqti kelsa zuluk ham qo'yganmiz. Yashil pomidorga Yashil pomidorini ham shunaqa odamlar kelganda qo'yganmiz, ayoqlariga o'shanaqa bo'rtib ketib, mana birinchi, ikkinchi darajali qotib qolgan narsalar bo'ladi, qotib qolgan paytda. Qon qotib qolib, tromb bo'lib qotib qolgan paytlarida uni parray qilib kesib, o'sha ayoqlariga bog'lab qo'ygan paytlarimiz bo'lgan. Ertaman ochib qaraganimizda o'sha qonlar erigan bo'lgan. Lekin men bildimki, pomidorning tarkibida kaliylar ko'p. O'sha qonni erituvchi moddalar ko'p. Shuni hisobiga tashqaridan biz spirt surkishga ham buyuramiz, shunaqa nastoykalari. O'shani hisobiga ular yaxshi effekt beradi tashqaridan surganda. Masalan, mana pomidorlarni qo'ygan, spirt qo'yganingizda qizdirganda qanaqadir asoratlar bermagan? Qanaqadir asorat berishi mumkin. U asorat berganda sal tellashi mumkin. Haligi odam sal bezovta bo'lishi mumkin. Ana o'shani undan oldidan biz ozgina qon chiqarib olamiz. Joma qilib yoki ozgina zuli qo'yib qo'ysa sal nima o'ziga keladi. Kelgan odamni birinchi biz asabini tinchlantiramiz. Uni ruhini ko'taramiz. Keldingizmi aka, yaxshimiz qani? Men bitta kichkinagina shu sal nima bo'lib qopti hozir. Buni shunaqa yo'l bilan mana shunaqa qilamiz, hozir yaxshi bo'lib qoladi. Uni mana dunyoda eng shirin narsa bu til. Eng achchiq narsa ham til. Kelgan odamga shirin gapirsangiz, u siz tomoningizga o'tadi. Ya'ni o'sha asosiy bizlarning qurolimiz, sizning fikringizcha, o'sha patsiyentni ishonchini qozonish. Bizning kitobida shunday yozilganki, mana misol uchun o'yingizda o'tiribsiz, bemor keldi. Mana xonadasi bitta bemor keldi. Siz tabibsiz yoki doktorsiz, bemor keldi. U yerda 2 kishi emas, 3 kishi bor. Tabib bor, bemor bor, kasallik bor. 3 kishi bor. Siz kasalni o'zingizga qarata olsangiz, kasalga gapirib, o'zingizni bilimingizni o'tkazib, o'zingiz unga qancha ta'sir eta olsangiz, u siz tomonga o'tsa, siz 2 kishi bo'la olasiz. Kasallik bir o'zi qoladi. Kasallik 2 kishini hech qachon u kinolarda yengishi mumkin, 2 kishini bir kishi yengish qiyin. 2 kishi bo'lib kasallik yengib tashlashi mumkin. Bu demoqchimanki, siz aytgan ishingizni sizga kelgan mijoz aytganingizni qilib tursa, kasallik yengish o'ng'ay. Qaysarlari ham bo'ladi, mana 5 qo'l barobar emas, bir xil kasallar bo'ladi. Falon narsani ichgin, son narsani ichgin desa, haligi narsani xo'p deydi-yu, ichmaydi, boshqa qilmaydi. Shu jumlada men ham o'zim fikrimni aytib ketsam bo'ladimi? Chunki bizada ozgina shu imенно varikozga qaraganda an'anaviy tekshiruvlarimiz bor, chunki varikoz bu gemodinamik kasallik deydi. Lekin boshida aytgan narsalaringizga 100% qo'shilaman, chunki bizda ham mana an'anaviy meditsinada asosan bemorlarni davolab bo'lgandan keyin eng ko'p beradigan savoli varikozim qaytalanmasligi uchun nima qilishim kerak. Bu birinchi navbatda bu jismoniy mashq yurish, chunki qon yurishda hech qanaqa kasallik bo'lmaydi. Chunki bizning mana kitoblarimizda yozilgan, bu mana amaliyotda shuncha yil ishlab kelyapmiz. Asosiy sabab bu o'sha turib qolganimizda, ko'p o'tirganimizda, ruschasiga aytganda zastoy deydi. Ya'niki qon dimiqdan varikoz kelib chiqadi. No, bu yerda endi bizlarni bilan sizlarni sal o'sha davolash usullari har xil bo'ladi. Sababi biz kasallikni asosiy o'sha chiqargan tomirini yo'qotishga harakat qilamiz. Ultratovush nazoratida o'sha tomirni topib, imенно boshidan oxirigacha. Men nimaga bu narsani temani ko'tardim? Zuhrin aka ko'p o'sha xalq tabobatlaridan keyin bizga bemorlar asoratlar bilan keladi. Chunki ular imенно o'sha chiqib turgan, ko'zga ko'ringan varikoz tomirlarni yo'qotishga harakat qiladi. Zuluk bilan, hijoma bilan o'sha qon chiqarib tashlashni deysiz. Lekin aslida faqat ko'zga ko'ringan tomir emas, o'sha ichki tomirga ham ruschasiga aytganda воздействие, ya'ni ishdan chiqqan faoliyati buzilgan tomirni yo'qotish kerak. Oldin Zuhrin aka biz bu tomirlarni kesib olib tashardik. Sizda bo'lsa nechta operatsiya. Hozir mana Xudoga shukr zamonaviy usulda chiqqan o'sha tomirni kesmasdan ichidan lazer bilan yoki maxsus bizning ilmimiz bor, ilm deydi, kley bilan yopishtirib chiqsa ham bo'ladi. Shunaqa usullar bor. Shuni ham endi aytib ketmoqchiman. Balki sizga ham bu foydali bo'ladi informatsiya. Chunki sizdan ham juda qiziqarli narsa ma'lumotlar oldim o'zim uchun masalan. Biz endi o'sha ta'mirlar bor, elastik bo'lib qolgan, yuqib bo'lib qolgan ta'mirlar. Shu ta'mirlarni biz mustahkam bo'lish uchun dorilar beramiz, giyohlar beramiz. Ta'mirlar asosan qachon chiqadi? Og'irlik solingandan keyin xuddi bir o'sha ta'mirlar yuqalashib qolgani uchun, shu nozik bo'lib qolgani uchun shu tashib chiqadi, grijaga o'xshab ta'mirlar. Bo'rtib, ana o'sha ta'mirlarni biz elastikligini mustahkamlash uchun biz o'shalarga dori beramiz. O'shalarni yeyotgan ovqatlari yeyotgan kunlik ratsionda yeyotgan ovqatlarning tarkibida o'sha moddalar yo'q, yetadigan moddalar yetmaydi. Vitaminlar yetmaydi. Misol uchun mana Mendeleyev jadvaldagi nimalar yetmaydi, vitaminlar yetmaydi. Ana shunday yuqi bo'lib qoladi. Shu jumladan siz bilan ham ozgina ham sportlash ham bo'ladi, ham haqiqatan ham bor tadqiqotimiz bor. 80-yillari ingliz olimlari
mana bu yovvoyi odamlar bor-ku, Nova Zelandiya, Papua o'sha yerdagi odamlarda varikoz tarqalishini o'rganib chiqqan ekan. Hozir mana bilasiz, O'zbekistonda o'zimning tadqiqotim bor. 37% aholimiz O'zbekistonda varikoz bilan kasallangan. O'sha tomirlari ishdan chiqqan. O'sha yovvoyi hayot tarzini yurg'izadigan odamlar 1% gina atigi. Va shu odamlarni ingliz olimlarimiz Angliyaga ko'chirgan ekan. Va ishonasizmi yo'qmi Zuhriddin aka? 3 yildan keyin 20 yildan keyin mana 30 yil o'tib ularni bolalarida, nevaralarida 37% varikoz tarqalgan. Shuning uchun endi men siz bilan rozi bo'ladigan joyim haqiqatan ham biz o'sha odamlarni ishdan chiqqan kasal tomirlarni yo'qotib, keyin boya aytdingiz-ku, terapevtik kasallik. O'sha odamlarni zaif tomirlarni, chunki mana sizda ham moyillik bor ekan. Bu tug'ma moyillik deydi. O'sha elastikni saqlashga, qanaqadir tabobatlarga, bizani mana mashqlar qilishga tavsiya qilsak bo'lar ekan degan fikrdaman. Agar rozi bo'lsangiz bilan. Yana bitta narsa shu yerda mana keldi, mana bitta chelakda suv olmoqchi biz, bir chelakda suv oldik. Vodoprovod tagiga qo'ysak tip-tiniq suv tushadi. Oldin ariqlardan suv olardik, to'g'rimi? Ariqlardan suv olsak loyqa bo'lardi. Ariqda chelakdagi suv olib kelib bir joyga qo'yib qo'ysak, nima qiladi? Loyqa suv tagiga cho'kadi. 5 kun, 10 kun tursa, sekin olsak tagida qotib qoladi. U qo'lingiz bilan ko'chirsak ham ko'chmaydi. Lekin har kuni borib uni likillatib, har kuni bitta cho'p bilan qimillatib tursak, suv loyqa bo'ladi, tagiga cho'kmaydi. Shundoq ekanki, bu degan so'z bu varikoz paydo bo'lmasligi uchun qonni har kuni aylantirib tozalab turish kerak. Qonni tozalab turish kerak. Mana qon tozalovchi cho'plarimiz bor, mana misol uchun giyohlarimiz bor, chistotel degan narsa bor mana. Hozir shuni ekib ko'paytirmoqchi bo'lyapti biz misol uchun. Rossiyadan keladi, bizlarda ham bor chistotel deydi. O'zbekchasiga qon cho'pi. Qondagi har xil virusni ham o'ldiradi kerak bo'lsa, qon tozalaydigan narsa shu. Asha qonni ko'proq shunaqa narsalar bersa, qon tozalab tursa, qonda shunaqa narsalar cho'kindilar bo'lmaydi. Asosan nimadan paydo bo'lyapti? Yevatli savdo, safro, balg'am ko'payib ketyapti-da, ovqat yevatli uxlab qolamiz ko'pchiligimiz, mashq qilmaymiz, balki yog'li ovqat yeymiz, yog'li ovqat tursa shirali ovqat yeymiz. Keyin o'tda savdo, safro, balg'am ko'payib ketgandan keyin savdo boradigan joyiga balg'am boradigan joyiga safro boryapti-da, ana o'tda keyin balki yog'li erimay, anaqa tamirlari devorlariga yopishib qolyapti. Meditsin dedislarganda xolesterin bo'ladi. Xolesterin o'tga yopishib qolganiga u qattiq narsa. U o'tda erimaydi. Uni faqat qizdirish yo'li bilan eritish kerak. Qizdiruvchi narsa nima qilish? Yo mashq qilib ko'proq yugurib harakat qilish kerak, yoki qizdiruvchi narsalarni ko'proq yeyish kerak. Shunaqa murish, mana organizmni qizdiradigan narsalar har mana giyohlarda tarkibida bor, qizdiruvchi narsalar. Giyohlarni o'rganishimiz kerak. Qani tarkibi nima? Qizdiruvchimi, erituvchimi? Boy 80 xil narsa bor dedim-ku, shuning ichida qizdiruvchi bor, erituvchi bor, oqizuvchi bor, yopishtiruvchi bor, misol uchun yeyuvchi narsalar bor, o'smagan narsani qurituvchi narsalar bor. Biz endi shunaqa shoshib turib yo bilmasdan turib oyog'ida varikoz bo'lsa-da, unga erituvchi, oqizuvchi narsani bermasdan, unga yopishtiruvchi narsani berib qo'ysak, u qon battar yopishib qolishi mumkin. Mana ko'rib turibsiz. Shuning uchun giyoh beramiz biz asosan ko'p. Mana endi o'zimga men javob oldim. Mana varikozi bor odamlar haqiqatan ham noto'g'ri yondashuv bo'lgandan keyin mana shunaqa asoratlar bilan keladi. Lekin mana biz xalq tabibi bilan fikrimiz bitta joyda to'g'ri keldi. Haqiqatan ham ishdan chiqqan, faoliyati buzilgan tomirlarni yo'qotgandan keyin bizlarni ham, ularni ham asosiy beriladigan maslahati ko'proq yurish, jismoniy mashq qilish, chunki qon yig'ilish kerak emas. Keyingi savolimizga o'tsak, agar ruxsat bersangiz, homilador ayollar agar varikoz bo'lganida an'anaviy davolash usullari qo'llanishi mumkinmi yo'qmi? Sizning fikringiz? Endi homilador ayollarda hozirgi kunlarda homilador ayollarda keladi. Homilador ayollarda asosan o'sha varikoz paydo bo'lganda ularda o'sha ozuqa farzandga borayotgan bo'ladi. Meni tushunishimcha. Farzand o'shandan oziqlanadi. Ana shuning uchun biz ulardan agar qon oladigan bo'lsak, yo bo'lmasa qanaqa zuli qo'yadigan bo'lsak, boshqa narsa qiladigan bo'lsak, ularga biz shikast yetkazib qo'yishimiz mumkin. Homilador ayollarga biza varikoz bo'ladigan bo'lsa, ularga bittagina yo'li mana hozir imbir degan anaqamiz bor. Imbir. Zanjabilni olish kerak. Zanjabilni olib, yaxshilab maydalab unga bir qoshiq
asal qo'shib, bir para limon qo'shib shuni ichib turish kerak bo'ldi. Ham homilaga yaxshi, ham homiladagi hozirgi homilador ayollarimizni toksikoz kasalligi yaxshi. Hozir ayollarimiz ko'p toksikoz bo'ladi-da, qusadi. Yoki hali ichidan chiqib ketadigan nifos qonlari ular balag'ozi qilib borayotgan hisobiga qo'yni ko'tariladi. Homilador ayollarga biza ko'proq Zuhriddin aka gapingizni bo'ldim. Ko'proq biz tavsiya qilamiz yurishga, harakat qilishga. Chunki mana o'zimizda mana Parkentda ham shunaqa holat bor. Ko'pincha odamlar yurmagan, o'tirgan, o'zini ehtiyot qilgan deydi. Yo'q, ko'p yurish kerak. Mana kunduzlari yurish kerak, kechqurun bo'lgandan keyin oyoqlarini sal boshini past qilib, oyog'ini balandroq qilib yotish kerak. Bizda aksi bo'ladi. Odamlar oyog'ini boshini baland qiladi, oyog'ini pastga qilib yotadi. Naki suv qatga qarab yuradi, suv pastga qarab yuradi. Xona pastga qarab yig'iladi. Shuning uchun ko'p harakat qilish kerak. Qancha ko'p harakat qilsa, ayollarimizda ham o'sha varikoz bo'lmaydi. Asosan varikoz bo'lishiga, bu kasallik bo'lishiga sababchi o'zimiz. Mana biz o'sha bundan 80-yillardagi paytlar bundan oladigan bo'lsak, ertaman utreniy fazaratga bo'lardi. 1-sinfdan 10-sinfgacha maktabga borsak ham shu narsa o'tilardi. Hozir yozuvchi qo'llar bilan yengil mashqlar bo'lardi. Hozir shunaqa mashqlar yo'qolib ketdi. Juda bo'lmasa ertaman turgandan keyin bitta o'zi yaxshi ko'rgan qo'shiq o'ynab olish kerak. Qo'yib har kuni bir marta. Juda yaxshi. Bu qon aylanishini yaxshilaydi bo'ldi. Mana homilador ayollarimizga juda foydali. O'zi yaxshi ko'rganda to'yga borib o'ynamasin-da, har kuni o'yida. Turgandan keyin mana xo'jayini bor, boshqa bor, havlini supursin, boshqasini bitta chiroyli o'ziga yoqtirgan qo'shiq qo'yib sekin o'ynasin, bitta qo'shiq o'ynasin, ertasi kuni kuchaysa, ikki qo'shig'i yana ikkinchi marta qo'ysin, uchinchi kuni yana qo'ysin. Ko'chada yuradigan bo'lsa, birinchi kuni masalan 10 metrga borib kelsin, ertasi kuni 15 metrga borib kelsin, ikkinchi kuni to o'sha 8 oy 4 oy o'tgandan keyin kuni 50 metrga borib kelsin. Kundan kunga ozgina qo'shib boraversa, bular uchun 5 kilometrga borib kelish hech narsa bo'lmaydi. Lekin birdaniga 5 kilometrga borib kelish bo'lmaydi. Hindistonning bir kinosida bir nima bor edi? Aytadi, 1 rupiyaga hamma xalqdan 1 rupiya yig'ing deydi. 1 rupiyaga uy qurib bo'lmaydi deydi. Lekin deydi, ko'pchilikdan 1 rupiyadan yig'ilsa deydi, baland imoratlar qurish mumkin deydi. Bizga kundan kunga ozgina o'z saviyamizni oshirib, harakatimizni ko'paytirib borsak, chiniqib boramiz. Biz chiniqmaymiz, o'zbekchilik bor. Ovqat yeymiz, televizor tagida yotamiz. Harakat ko'p bo'lish kerak shu. Mening fikrim shu. Tushunarli. Zuhriddin aka, o'zingizning amaliyotingizda qanaqadir og'ir holat bo'lganmi? Eng og'ir qanaqa holatda davolagansiz? Esla olasizmi shunaqa esingizda qolib ketgan qanaqadir bemor bo'lsa? Endi bu esda qoladigan bemorlar mana shunaqa og'ir holatlar bo'lgan. Bir bemorimizga kelganda shu birinchi yangi boshlab shunaqa ishlagan paytimda bemorga biza jigarim og'riyapti degan kasal bilan kelganda bizga. Jigarda tiqilma bo'lgan unda. Jigarda tiqilma bo'lgan. Shunga dori berganimizda kechqurun soat 12 da telefon bo'lgan menga. Telefon bo'lganki, siz bergan dorilar menga noto'g'ri ta'sir qildi. Men ertamangacha hozir siz bergandan keyin tualetga boryaptim, hojatga ko'p chiqyapman. Borib kelyapman, mazam bo'lmoqda, issig'im chiqyapti degan paytlar bo'lgan. Ana shu paytda men kechqurun soat 12 da, 12 mi 1 necha bo'lgan 1 kilometr joyga yurib borganman ko'rish uchun. Haligi borib qarasamki, ranglari tinib, boshqa issig'i chiqmoqda, boshqa qilmoqda. Keyin men aytdimki, seni bu besangga bergan bu narsalar ichingni haydabdi. Iching qanaqa kelyapti desam, ichim oldiniga qora keldi, endi sal jigarrang bashara kelyapti. Qon ketib qolmagan. Yo'q, qon ketmagan, unaqa ketmagan. Yaxshi. Shunaqa bo'lgan. Shunda bir marta men o'zimdan issiq chiqib borib olguncha Xudo deb qo'rqib borganman. Yo'q, Xudo xohlasa undan keyin kasallarga kelib o'zim bilan tushuntirganmiz. Mana bu narsani mana qilasan. Mana bunaqa paytda ichasan deb tushuntiramiz. Keyin hozir shunaqa qilamizki, telefon nomerlarimizni beramiz, telefon bezovta bo'lsang telefon qilgin deymiz. Telefon qiladi shu. Endi ozgina provokatsion savol beraman. Zuhriddin aka, uzr oldindan.
ozgina sizga ham informatsiya berib o'tdim. Masalan, mana varikoz haqida, uni sababini haqida. Ayrim joylarda siz bilan 100% rozi bo'ldim. Ayr paytda даже sporlashib, noto'g'ri fikrlaringizni. Endi bizning an'anaviy, chunki bizani o'sha qo'llaydigan usullarimiz ko'plab dunyo bo'yicha tadqiqotlardan keyin odamlarda o'tkazilgan tekshiruvlardan keyin qo'llaymiz. Varikoz bor odamlarga o'sha varikozov klinikasini o'sha flebologga borishga maslahat bergan bo'larmidingiz? Faqat rostini ayting. Varikozi bor odamlarga avvalambor varikozi birinchi, ikkinchi stipendiyalari bo'lsa bormagin derdim. Negaki oldin insonni hayoti o'zi uchun kerak. Inson o'zi cho'qqiga chiqmoqchi bo'lsa, o'zi harakat qilish kerak-da. Uni bilan cho'qqiga olib chiqib qo'ygandan keyin u cho'qqidan choy qanaqa chiqqanini bilmaydi. Tusholmay qoladi. Inson o'zi harakat qilish kerak. Har bir narsaga o'zi erishish kerak. Mana bir misol uchun ketyapsiz bitta olmani ustida bo'yingiz uzunda olma turibdi. Bundoq siz bo'yingiz yetmaydi. Tosh otib ko'rasiz. Tushirolmas. Uzun yog'och olib kelib ko'rasiz, yetmaydi. Tegizga stol qo'yasiz. Yana yetmaydi. Yana bo'lmagandan keyin haligi yog'och olib kelasiz, uchiga sim bog'lamni o'tasiz, olma tushadi. Harakat qilish kerak, odam intilish kerak. Intilganga tole yor deydi. O'sha birinchi, ikkinchi stadiyalari boyagi yangi boshlangan paytda harakat qilib, boshqa qilib, ko'proq qilib, o'ziga nima qilsa, haligi tomonlama sekin o'zgarishi o'zini sezish kerak. Oyoqlarni kuzatib kechqurun qanaqa boyagi oyoqlarni ishib chiqqan joyi kechqurun oyoqni ko'tarib yo'sa orqaga qaytayaptimi, qaytmayaptimi? Men bormaydiganman, haligi ular borsa nima qilib o'tirib, yana harakat qila olmay, boshqa qila olmay, o'zini tekshirish kerak. Inson o'ziga o'zi ishonish kerak-da. Meni kasalim shu yo'q bo'ladi, harakat qilish kerak. U oyoqni ishi 3-4 darajalarda vaqt kelsa bizlar ham yordam bera olmaymiz. Bu gapni to'g'risini aytgan yaxshi. U balon mashinani baloni o'sha puchayib bo'lib, uni diskada yurib ketgandan keyin uni tashlab yuborishdan boshqa narsaga to'g'ri kelmaydi. Yo uni operatsiya qilish kerak, yo boshqa qilish kerak. Men doim tomoshabinlarga aytib kelaman, shunaqa narsa biza men o'zim o'sha flebologiyani, o'sha varikozni davolashni chet elda, Latviyaning maktabida, Germaniya maktabida o'tgan biza. Men bu koronavirusdan oldin har yili malaka oshirishga borib turardik. Keyin koronavirus bo'lgandan keyin 5 yil bormay qo'ydik. Bilasizmi, Zuhurnaga borganimizda asosan o'sha yerda og'ir kasallik, trofik yaralar bilan o'sha 3-4, 5 darajali varikozlar kelardi. Mana oxirida dekabr oyida borib kelganimizda Latviyada mana 10 kun bo'ldi, deyarli biron bir qiziq kasal ko'rmadik. Chunki hamma varikozlarni 1-2 darajalari kelyapti. Uni qiziqishdan davolash o'zi qiziqmasdi. Keyin domladan so'radim. Ustoz dedim, nimaga bunaqa, sababi nega bunaqa bo'ldi deganda, sizlarda o'sha O'zbekistonda jami Soyuzdan kelgan davlatlarda, Rossiyada jumladan odamlarda unda xalq tabobatda ham emas. Mana sizning ham fikringiz shunaqa ekan, shuning uchun siz bilan sarsuhbatlashyapman deb. Masalan, o'zimizning vrachlarimizda ham shunaqa fikr bor. Afsus, va odamlarga bu fikr ketadi. Varikozni qachon xirurgik davolash kerak, ya'ni flebolog davolash kerak, og'ir darajalarga borsa, 3-4, 5-6 daraja. Ularda bu narsani 180 gradus o'zgartirgan ekan. Mana televideniyalarga chiqqan, gapirgan, shu qancha vaqtida kelganda, mana boshlang'ich darajalarda o'sha arzimagan ukollar bilan yoki o'sha arzimagan lazer muolajasi bilan yo'qotib yuborsa, kaligi og'ir darajalarga olib bormaslik. Undan keyin haqiqatan ham siz aytganingizdek profilaktika yo'llarini qo'llash kerak. Shuning uchun endi haqiqatan juda zo'r fikr. Men buni kelib sinadim. Bizani o'zimiz statistikani ko'tardim-da. Mana bizani klinikamizga keladigan kasallar haqiqatan ham og'ir kasallar. Mana bugun ham operatsiyadan chiqib kelyapman. 6-darajali, ya'ni yazva bo'lib ketgan kasal kelgan. Va Zuhriddin aka, endi balki sizga bu ma'lumot foydali bo'lar. Afsuski biz masalan nechta tadqiqot o'tkazdik, o'sha 1-2 darajali varikoz kasali bor odamlarni uchotga olib, familiyasini yozib olib, 5, 6, 10 yil kuzatganimiz bor. Afsuski o'sha bo'rtib chiqqan tomir уже qaytib ketmas Zuhriddin aka. Va uni meni fikrimcha qancha vaqtliroq o'shani yo'qotib yuborsangiz, shuncha yaxshi va keyinchalik o'sha profilaktika, venalarni qolgan sog' tomirlarni elastikligini tiklashga naborot yordam beradigan degan fikrdan. Bu albatta o'sha men bizda ruschasiga aytgan доказательный meditsina deydi, ya'ni isbotlangan tibbiyot tarafdan chiqqan fikrim. Va bugun mana shuni qo'llab kelyapmiz. Endi shu narsa bo'lmasligi ham mumkin. Shu narsa bo'lmasin, u inson o'ziga bog'liq. Hali xolesterin yeyish kerak emas, ovqatlanishga eng birinchi oshqozon osti beziga bog'liq, profilaktika. Shirinlik yedingmi? Inson shirinlik yeb bo'lgan. Ovqat oshqozon osti bezing buni hazm qilib bo'ldim, qorning ochganda, his qilganda yog'li narsani yegin. Yog'li narsani yeb bo'ldingmi? Yog'li narsani yeb bo'lganingdan keyin
Undan keyin shirinlik yegin. Bizda nima qiladi? Yog'liq shashlik yeb bo'ladi, ustidan desert deydi, shirinlik yeydi. Oshqozonga tushgandan keyin uni ikkalasi bir joydan o'tadimi? Shirinlik bilan qo'shilib borgandan keyin yana zastoy bo'ladi, bu xolesterin ko'payadi. Endi biz yoshlikdan shu narsalarga boyagi ovqatlanishimizga, sog'lom ovqatlanish tarzini yo'lga qo'ysak, mana bizlar dadamiz 96 yoshga chiqib bo'ldilar. 96 yoshga chiqib bo'ldilar. Men shu yerda bitta misol qilib aytib o'tib ketaman. Hozir masalan biz telefonda rasmlar ko'rdi. 96 yoshga chiqib bo'ldilar. Men o'zim tabib bo'lganligim uchun o'sha 88 yoshlarida o'sha o'yda 5-6 ta bemorlar keldi. Haliginaqa apparat Lütchilar apparatini olib keldim, tekshirtiradigan. Haligilar bemorlarni hammasini tekshirib ko'rdi. Dadamiz ham shunda o'tirdi. Dadamiz ham hammani tekshirib bo'lgandan keyin aytdimki, doktor akamizga aytdiki, kardiologida dadamiz ham tekshirib qo'ying dedim. Dadamizni tekshirdi. Dadamiz aytdiki, "Men kerak yo'q narsani." Dadamizni tekshirtirdi-da, aytdiki, bitta gap aytaymi sizlarga dedi. Ha dedi. Shu yerda hozir men 10 ta odamni tekshirgan bo'lsam, 8-10 ta odamni tekshirgan bo'lsam dedi, ichida eng sog'lom odam dedi, men doda chiqdi dedi. 86 ga chiqqan payti shu paytda. Keyin odamga aytdi, odamdan so'radi, "Doda siz nima ichgansiz? Nima yegansiz shu vaqtgacha?" dedi. Dodani dedi, "Xalasi anaqa organizmida dedi, hamma narsa yetarli" dedi. Misol uchun tekshirdi, anaqa immunitetlari ham yaxshi, hamma narsasi yaxshi chiqdi. Doda siz nima yegansiz deb so'radi. Doda aytdi, "Men balam dedi, ertaman turib sut ichaman har kuni" dedi. Sut ichaman, sut ichib bo'lganimdan keyin dedi, o'yimda har xil mana shikolatlar bor, olib kelib qo'yaman, har xil narsa. 5 minutdan keyin ballarim menga shashlikmi bir narsa olib kelib qolsa, u yog'liq, uni yemayman. Sut hazm bo'lib ketib, qonim ochgandan keyin yeyman o'sha go'shtli narsani, yog'liq narsani. Uni yeb bo'ldim, uni ketida yana bir shirinli narsa yegim kelsa yemayman. U hazm bo'lib kelgandan keyin yeyman dedi. Shundan Luqmon Hakim aytar ekanda, bir luqma yer ekan. Hazm bo'lib ketgandan keyin. Demak, o'sha yeyotgan narsamiz hazm bo'lib ketgandan keyin yesak, o'sha oshqozon osti bezlarimiz uni nima hammasini joy-joyiga yuvarar ekanda. Yog'liq moddani yoqqa, suvli suvga, o'shanda toza qon ajrab chiqar ekan. Toza qon ajrab chiqmagandan keyin u qon xom. Endi men shundoq tushunaman-da, mana bitta mashinani oladigan bo'lsak, mashinaga biznes oldingiz, boshqa qildingiz, mashinaning tramblyorini oshqozon osti bezi deyman. Endi tramblyor rotary ketsa yoki tramblyor yaxshi to'k bermasa, 4 ta svechadan bittasi ishlamaydi. Bitta svecha ishlamadi degan so'z, nima bo'ldi? U kiyayotgan benzin yonmadi. U baga ovqat hazm bo'lmadi yaxshi. Bir-biriga qo'shiladi, u qat ko'tadi, moyga o'tadi. Moy shirasi yo'qoladi birinchidan. Moy shirasi yo'qoldi degan so'z, bu Poroshenko olsalar ishdan chiqadi. Moy shirasi yo'qolsa biz to'kib tashlab mashinaga yangi moy solamiz, to'g'rimi? Lekin inson o'zini moyini, organizmda insonning yurg'izib turgan bu qon. Uni hech qachon inson o'zini qon haqida o'ylamaydi. Buning tarkibi qancha shira bo'lish kerak, qancha nima bo'lish kerak deydi. Vaqti kelsa o'sha tamirdan osmukollar oladi. Men shunga ham qarshiman. Vaqti kelsa yengilroq kasallarga osmuqol olmasdan ovqat yeb turgan vaqtda tuzalishini men tarafdoriman. Negaki tamirga tiqqandan keyin qonni tarkibi buziladi. Haligi nima mashinani motoridagi yonmagan moyga o'tib ketganday. Bizni moyga o'tib ketganday. Men shuni o'ylayman. Keyin u nima qiladi? Boyagi qonimiz suyuqlashib ketgandan keyin bu klapanlar bor. Endi mendan yaxshi tushunasiz. Odam anatomiyasi jarayoni ko'p. Yurakdagi klapanlar ishdan chiqaradi, sekin o'tishini. O'tga ham shira kerak, u ochilib yopilish uchun. Bir kunda 5 tonna qonni aylantirib beradi agar bu yoqdan 5 tonnali idish qo'yib, bu yoqni yerga oqizib qo'yadigan bo'lsa, to'g'rimi? Bu degan so'z qanaqa tezlikda ishlayapti? Shuning uchun men o'ylaymanki, birinchi oshqozon osti beziga yeyotgan ovqatimizga e'tibor berishimiz kerak. Ana sog'lom odam. Ana keyin yog'i boyagi biz o'sha narsaga e'tibor berursak, ikkinchi darajadagi kasalliklar kelib chiqmaydi. Bu birinchi kasallik bo'ldi, oshqozon osti bezi ishlamadi. Ikkinchi kasallik kelib chiqadi, uchinchi kasallik, keyin tromlar paydo bo'ladi. Keyin kasallik oxiri borib, xohlasak, xohlamasak, bolnitsada tig'tiyaga yotishga majbur bo'lyapti-da. Demak, olib kishi aytganda Zuhurnaga mehnat ko'p qilish kerak. Harakat ko'p qilish kerak. Bu bizning odam harakatchanligi, jismoniy mashq qilish. Ikkinchisi ovqatimizga e'tibor berish, o'sha mikroelementlarni orqada qilish va agar jarrohlik qanaqadir harqatlanib kasallik bo'lsa, uni an'anaviy tabobat yordamida hal qilish.
ну, в частности mana masalan varikoz. Eng muhimi o'sha profilaktik yo'llar, ya'ni kasallikni chiqish yo'llarini yo'lga qo'yishimiz kerak. To'g'rimi? To'g'ri. Zuhriddin Mehridinovich, sizga katta rahmat kelganingiz uchun. O'ylaymanki, tomoshabinlarimga bergan ma'lumotlaringiz juda qiziq bo'lib o'tdi. Kelib turing, mana shunaqa studiyalarimizni taklif qilamiz. Aziz do'stlar, sizlarga agar haqiqatan ham bugungi ko'rsatuvimiz yoqqan bo'lsa, iltimos qilamanki, like qo'yib, do'stlaringiz bilan bo'lishinglar va qanaqadir savollar bo'lsa, bemalol shu kommentariyaga yozib qoldirishinglar mumkin yoki men o'zimni shaxsiy kanallarimni qoldiraman, direktga ham yozishinglar mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, o'zinglarni saqlanglar. Oyog'inglarni nafaqat chiroyini, balki sog'lig'ini ham saqlash kerak.